Boshlayvering. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir biz Madinadamiz, Mavludi Nabayi masjididamiz. Hozir biz mana peshin namozini ado etdik. Juda ham bir go'zal, mana hamma hayronparasta, hamma shu Alloh ishqida. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Amin. Bizni bu kunlarda qancha mana ota-bobolarimiz buni kutishgan orzuqi. Mana hozir ularni orzulari mana bizga tushadi inshaalloh. Mana biz hozir mana umra ziyoratini ado etgani keldik. Ertaga inshaalloh juma namozini shu yerda o'qiymiz. Juma namozidan so'ng ehromlar bo'ylab Xudo xolasa, Xudo xolasa. Makka shahriga boramiz inshaalloh. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsa, tinchlik bo'lsa, mana shunday go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz, ziyoratlarimiz yarashadi. Mana atrofda qancha voqealar bo'lyapti, guvohimiz. Urushlar bo'lyapti, yerlar silkinyapti, suv toshqinlari bo'lyapti, ammo biz tinch diyorda yashayotganligga shukr qilishimiz kerak. Mana tinchlikning nishonasi mana Madina shahriga keldik. Hammamiz mana ziyorat qilyapmiz inshaalloh. Hammamizni mana shu kunlarga qayta Amin. kelish sharafiga muyassar qilsin. Amin. Avvalo birinchi galda yurtimizga ko'z tegmasin. Amin. Yurtimiz obod bo'lsin. Balolardan, ofatlardan, ziyonlardan, nazarli ko'zlardan Allohim Amin. Amin. Allohu akbar.